يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzға sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şeriatning maqsadlari. Hammamizga ma'lumki, Allohning shariati ma'lum nishon bilan nozil bo'lgan bo'lib, olimlar uni shariatning maqsadlari deb ataydi. Savol: Shariatning maqsadlari bilan islomning maqsadlari birmi? Shariatning maqsadlarining orasidagi nishon nima? Temini boshlashdan burun nishon bilan vasitaning farqini oydinlashtirib olaylik. Bu masalada ba'zi kishilar va bir qism falsafachilar xatolashib qoladi. Amaliyotda bu intayin oddiy masala. Masalan, biz kompyuter ishlatish uchun 50 kishini tarbiyalasak, bu nishonmi yoki vasitami? Tarbiyalash guruhidagilariga nisbatan nishon bo'ladi. Ammo bu nishonni belgilagan shirkatga nisbatan bu ularning iqtidorini yuqori ko'tarish va ishlab chiqarishni oshirish uchun qo'llanilgan vasita. Demak, bu ostidan qarasak nishon, ustidan qarasak vasita bo'ladi. Shariatning maqsadlari mushuninga o'xshaydi. Shariatning maqsadlari shariat nuqtasidan qarasak shariatning nishoni bo'ladi. İslam nuqtasidan qarasak, islomning nishonini amalga oshiradigan vasita bo'ladi. Chunki islom shariatdan boshqa narsani o'z ichiga oladigan umumiy bir hukmdir. Hamda shariatning maqsadlariga qarab boqaylik. Olimlar shariatning asosiy maqsadini mundaq uchga ayirdi. Birinchisi, zaruriyatlarni muhofazat qilish. Ular din, jon, aql, mol, nasl qatorliq 5 narsadir. Hozircha buning tafsilotiga kirmaymiz. Ikkinchisi, ehtiyojlarni qamdash. Ehtiyoj deganimiz hayot uningsiz jafo mushaqqatda o'tadigan ishlardir. Masalan, pul bo'lmasa o'lmaydi, ammo hayot jafo mushaqqatda o'tadi. Shunga islom dini iqtisodni muhofazat qilishni belgiladi. Uchinchisi, qo'shimcha to'liqlamalar. Ya'ni musulmonlarning axloq, o'zini tuzashtirish, tozalik ishlari, güzellik ve o'zidagi mukammallikni izhor qilish qatorliq ishlar. Mana bularning hammasi shariat ahkomlarining maqsadlaridir. Ammo islomning maqsadlari emas. Biz masalaga yuqoridan qaraydigan bo'lsak, islom iymon, axloq va ahkom, ya'ni shariat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Demak, shariat islomning bir qismi hisoblandi. Umumiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, İslamның maqsadlari nima degan savol tug'ildi. İslamның eng yuqori nishoni insoniyatni dunyo oxiratda nijotlik va baxt saodatga erishtirish. Bu baxt saodat ikki ish bilan amaliylashidi. Birinchisi tavhid va ibodat. İnson tavhid aqidasiga ega bo'lmaganida iymon aytib tasdiqlaydigan, his qilib aqliy jihatdan qalbi xotirjam bo'ladigan bir ilohsiz qolg'achqa ruhiy xotirjamsizlikka mahkum bo'ladi. Bu haqda İmam İbn Qayyum mundaq deydi. Qalbda shundaq bir xilvat borki, uni faqat Alloh bilan bo'lgan unsi ulfat to'ldirdi. Musulmon bo'lsin yoki musulmon bo'lmasin, har qanday inson bu xilvatni tavhid aqidasi va Allohga yaqinlashish bilan to'ldirmay turib, baxtli bo'la olmaydi. Ikkinchisi, shariatni tatbiqlash. Shariatni tatbiqlash uchun adolat turg'izilishi, erkinlik, barobarlik va mehr-shafqat amaliylashishi kerak. Shariatning maqsadi dunyoni vayron qilish va insonni kushandiga elish emas, balki dunyoni gullantirishdir. Shariat insoniyatni ularga foydali, orani isloh qilib, ularni baxtli qiladigan ishlarga yetaklaydi va o'zaro zulmni cheklaydi. Insoniyatga tafakkur qilish va tafakkur qilganda savolning javobiga erishish huquqini beradi.
Xalığanını tanlash insonning huquqi bo'lib, dinda zo'rlash bo'lmaydi. İslamning buningdan boshqa insonni dunyoda baxt tuyg'usiga tushundiradigan maqsadlari bor. Shu maqsadlarining biri dunyoni gullantirishdir. İlg'or ma'arif oliy turalg'i bo'lganda va ehtiyojlar qamdalganda inson baxt saodat ichida bo'ladi va nijotlikka erishadi. İnsonni dunyo oxiratda nijotlikqa va baxt saodatga erishtirish shariat maqsadlarining nishonidir. Buni esdan chiqarmaslik kerak. أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن